yaşagan devletke va'dini berip koyup, yaşagan devletke intervyunu berip koyup, yaşagan devletke men zulüm tattım, mezlum halak, vatinim besivilindi, vatinimni besivaq Allah mustabid, o kanxor deb uni har xil sifatlar bilan sifatlab kelib, iltijo qilib, bu yerda o'zininki shaxsiy g'ariziga, o'zininki bir kishilik hayotini garanti ostiga elib, bugungi kunga kelgandan keyin vatanimizda bo'layotgan ahvollarni bilib turib, ko'rib turib, anglab turib, uni hatto yashab turib, yana mushu biz yashayotgan davlatdan vatanga bo'lgan ahvollar bor qarindoshlar. Hürmetli muhterem cemaat, bugünkü hutbemizde dinimizninki tergib kılgan, dinimizden buyurgan, peygamberimizinki onun bilen meşhur boğan, hem bütün peygamberlerini, bütün ümmetlerini, bütün insaniyetini onunla çakırgan bir süpet, bir hislet doğrusu da hutbemizni bayan kılımız, o bozumu va'diga vafo qilish. Hürmetli qarindoshlar, biz bu yerda va'diga vafo qilish deganimizdan Alloh bilan banda orasida bo'lgan va'da, inson bilan inson orasidagi bo'lgan va'da, undan keyin inson bilan hukumat orasidagi va'da, inson bilan normal bir kundalik tasarrufotlarda ishlatadigan va'dalarning hammasi buning ichiga kirdi qarindoshlar. Biz albatta normal aqlimiz bilan o'ylasak, Alloh tabarak va taoloninki oldida bergan va'dimizningki naqadar cho'ng bir va'da ekanligini biz o'ylabli bila olmaymiz. Shuning uchun Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda deydiki: "Va awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum." Yani bu uzun bir oyatning bir qismi. Endi bu yerda mu'minlarga, insoniyatga xitob qilib, sizlar va'danglarga vafo qilinglar, men va'damga menmu vafo qilaman deydi. Endi bu oyatga ulamolarningki bergan tafsiri nima deganda, biz xulosalab aytsak, bu yerda awfu bi ahdi degan jumladagi Alloh tabarak va taoloning maqsad qilgani islom dinidir. Ya'ni islom diniga siz yaxshi amal qiling, uningdan keyin menmo va'damga amal qilay deydi. Oxirdagi jumladagi ufi bi ahdikum degan jumlaningki ma'nosi, ya'ni mening roziliqimga darhol erishsiz degan ma'noni aytgan qarindoshlar. Unda bo'lganken bu yerda mesele naiti aniq. Yani Allah tabarak ve taala özünün bendisini bekadan beka azaplamaydı. Bekadan beka cezalamaydı. Şu va'daga vafo qilmagan vaqtida buyurgan buyruqlarni bija keltirmagan vaqtida uningdan keyin jazolaydigan gap. Hürmetli qarindoshlar, biz Qur'oni Karimninki oyatlarga qaraydigan bo'lsak, va'daga vafo qilish to'g'risida nurg'un ko'plagan oyatlar bor. Men buning ichidan bir necha oyatni bayon qilib o'taman. Alloh tabarak va taolo Qur'oni Karimda deydiki: "Va awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Ey musulmonlar, sizlar va'daga vafo qilinglar, cho'qim va'da so'riladi deydi. Yani bu so'rilishda, va'daning so'rilishda qarindoshlar, inson insonga va'da qilgan bo'lsa, mush dunyoda so'riladi. Meyli o va'da maddi narsaga berilgan va'da bo'lsin, meyli ma'naviy narsaga berilgan va'da bo'lsin, meyli Alloh tabarak va taolo bizga omonat qilib bergan, masalan, avlodlarimizga o'xshash, ailemizga o'xshash shaxsiylarning mas'uliyati shaklda va'da bo'lsin. Mushularning hammasi mushu cho'ng va'daning ichiga kirdi qarindoshlar. Onundan keyin bu va'daninki qiyomatdagi so'roqi o boshqa, tamamen boshqa. O so'roqdan hech kim qochib qutulolmaydi. Dunyodagi va'daning so'roq savolidan qochib qutulish imkoni bor. Ko'zdan qochib qolish imkoni bor. Hukumatlar, hokimiyatlar, qonun unutilib qolish imkoni bor. Ammo oxiratda o imkan yo'q qarindoshlar. Onundan keyin Alloh tabarak va taolo yana bir oyatda deydiki: "Va awfu bi ahdillahi idza ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha va qad ja'altumulloha alaykum kafila innalloha ya'lamu ma taf'alun." Mana bu oyatdimi sizlar va'da qilgan bo'lsanglar,
Allah'ın vədisiga sizlar vafo qilinglar. Onunğa qarshi vədiga qarshi ish qilmanglar. Vədini buzmanglar. Allah'ın namı bilan qasam qilgan bo'lgandan keyin bu qasamni buzmanglar. Sizlar Allah tabarak va taoloni kafil qilib qasam qilib va'da qilgan bo'lgandan keyin buni buzmanglar deydi. Ya'ni biz bu oyatdan ko'rib olamizki, Allah'ni kafil qilib qasam qilishning o'zimi va'daninki eng çoğun türlerden birisi onundan keyin Allah tabarak ve taala qilgan işlerimizden hemmini bilip durdu degan oyatning teksti buni ifodalab turibdi qarindoshlar. Ondan keyin qarindoshlar, endi biz ikki oyatdagi Allah tabarak ve taolaning va'daga vafo qilish to'g'risidagi buyruqlarini anglagandan keyin, tushungandan keyin endi bizga o'rnak bo'ladigan shaxsiylarning hayotiga qarab boqaylik qarindoshlar. Bizga o'rnak bo'ladigan, bizga ulgu bo'ladigan shaxsiylarningki eng beshida Payg'ambar alayhisolatu vassalam keladi, sahobalar keladi, solih bandalar keladi, ota-onalarimiz keladi, yurt jamoat keladi, hammasi keladi. Tizsaq buni bir ikki deb numar qo'yib tizsaq bu nurg'un narsa chiqib ketadi. Endi biz bu yerda Payg'ambar alayhisolatu vassalamningki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hatta peygamberlik kelişinin ilgirimi sadıkul emin degan sübütünün bağlılığını bilimiz. Bütün Müslümanlar bilirdi. Hatta müşrikler mi bilirdi qarindoshlar. Sadıkul emin degan bu sübet bu peygamberge peygamber buluştun ilgiri bu sübet bilen sübetlengen peygamber bu boşuğa bu sübetini almaqlıq. Ama peygamberlik kelgandan keyingi holat tamamen başka. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün insaniyetni şu zamandaki taraqqiyotning bo'lmasligi, qaloqlik va hokazo nurg'un ijtimoiy qiyinchiliklar bo'lsa-mu, shu qiyinchiliklarni yengib insoniyatga bir chiroq tuta oladi qarindoshlar. Uningdan keyin yana payg'ambarlardan biz İbrahim alayhisolatu vassalamninki to'g'risida Qur'oni Karimda kelgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, İbrahim alayhisolatu vassalam to'g'risida bir sifati va İbrahime ellezî veffa. İbrahim alayhisolamninki payg'ambarlik jarayonida tatgan aziyatları, qilgan hijratlari uni bayon qilib kelib, İbrahim aleyhissalatu vesselam şunda bir peygamber ekanki vafo qilgan edi, va'dasiga vafo qilgan edi. Deb bu sifatni İbrahim aleyhissalatu vesselamdan bu bayon qilib o'tadi. Undan keyin o'g'li İsmail aleyhissalatu vesselamga kelgan vaqtida texmi ochiq qilib deydiki: "Vazkur fil kitabi İsmaila innahu kana sadiqal va'di ve kana rasulan nabiyya." Yani bu yerda yana bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a hitap qilib, sen şu İsmail aleyhissalatu vesselamni eslegin, onundan öğrengen İsmail aleyhissalatu vesselam va'dasida sodiq kishi edi, hem Resul hem Peygamber idi deydi qarindoshlar. To'g'ri qarindoshlar, biz bu oyatdan Resul Peygamber bo'lishini Alloh tabarak va taolo bizdan talab qilmadi. Hem onunga mukallaf qilmadi. Bu yerdagi biz o'rganadigan nuqta nima deganda, sadoqatman bo'lish, va'daga vafo qiladigan bo'lish. Mayli o va'da Alloh bilan bizning oramizdagi va'da bo'lsin. Mayli o va'da inson bilan inson orasidagi, do'stimiz bilan do'stimiz orasidagi va'da bo'lsin. Buningga vafo qilishdan iborat bu sifatni o'zimizga o'zlashtirish uchun bu yerda bu oyatlarda bu bayon qilinmoqda qarindoshlar. Uningdan keyin biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki hadis şeriflerden birisiga müracaat qildigan bo'lsak, o hadis şeriflerden birisi de qarindoshlar, "İnnema bu'istu li utammima makarimal axloq" degan bu hadisni biz ko'rib olaymiz. Bu hadisda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki peygamber bo'lib kelishning sabablarininki eng asoslisi makarime axloq bo'lgan faziletlik ishlarni insoniyat orasida qanot yoydirish. O faziletlik bo'lgan ishlarni insoniyat orasida namoyon qilish, uni cho'ng bildirish, uningga amal qilish buningdan iboratdir. Endi unda bo'lgankan, buningdan bizga kelgan dars nima deganda, bizga ummat olarak biz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ninki ummati bo'lgankanmiz, mushu hadislarga, Qur'oni Karimdagi kelgan qissalarning hammasiga biz imanımız var. Şu qissada nimalar bayon qilingan bo'lsa, o qissadan nimalar maqsad qilingan bo'lsa,
o maqsad qilingan narsalarni o'rganishimiz, o'rganib lam to'xtab qolmay o'zimizga o'zlashtirishimiz farzdir qarindoshlar. Uningdan keyin biz qarindoshlar yana bir oyatga murojaat qiladigan bo'lsak, endi bu yerda haqiqiy mu'min bo'lgan insonni sifatlayotdi Qur'oni Karim qarindoshlar. Qad aflahal mu'minun deb kelib, oyatninki oxirida boshqa bir oyatda, lekin mushu jumlaninki boshda boshlangan jumlaninki muqaddar bo'lgan jumlaning javobida deydiki, vallazinahum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ya'ni o mu'minlar shunda bir mu'minki deydi. Ular o'zining amonatiga, va'dasiga rioya qilgan insonlar mu'minlar deydi. Hurmatli qarindoshlar, biz endi bu ayet, bu hadislerini tanışıgandan keyin normal hayatımıza qaraydigan bo'lsak, hayatımızda en başta özümüzden başlap va'damizga vafo qilamagan, vafo qilishga yoki qodir bo'lamagan ahvollarimiz bor. Ammo qodir bo'lib turib, bexotlikdan qilamagan ahvollarimiz bor. Bu ahvollarni albatta Alloh taborak va taolo kechirdi. Ammo bu yerda yana bir narsa borki, biz yaşagan davlatga va'dani berib qo'yib, yaşagan davlatga intervyuni berib qo'yib, yaşagan davlatga men zulm tatdim, mazlum xalq, vatanim besib olindi, vatanimni besib olganlar mustabid, u qonxo'r deb uni har xil sifatlar bilan sifatlab kelib, iltijo qilib, bu yerda o'zininki shaxsiy g'ariziga, o'zininki bir kishilik hayotini garanti ostiga olib, bugungi kunga kelgandan keyin vatanimizda bo'layotgan ahvollarni bilib turib, ko'rib turib, anglab turib, uni hatto yashab turib, yana mushu biz yashayotgan davlatdan vatanga borgan ahvollar bor qarindoshlar. Men bu yerda borgan shaxsiylarni bir-birlab ismini tutib ayiblamoqchi emas. Ama bu yerda biz agahlandırıcı, bildirgichi bo'lgan bo'lish sifatimiz bilan biz bularni agahlandıramiz, eslatamiz. Eslatish vazifamiz bor qarindoshlar. Endi o adamlarninki vatanga boraligining o'zila nurg'un ma'nolarni bildirdi. Biz Uyg'ur xalqi Xitoy hokimiyatini, Xitoy xalqini meyli psixik cihetten, meyli muamele cihetten, her kanda cihetten, dünyadaki her kanda bir milletin en yaxşı tanıydıgan bir millet. Biz bularınki Gollandiya nüfusudaki bir Uygur'un vataniga barman dese, onun üçün kanda kapkallarını koruyduğallıqını, kanda formüllerlerini aldığı koyup kol koydurduğallıqını, vatandaki uruk tuqallardan nimelerini talep kıldığallıqını, nimelerge makul dügüzdüğallıqını, nimelerge mecburlaydığallıqını bunu elbette bilimiz. Hem de biz bunu bilgen bir şahsi buluş süpetimiz bilen, bunu bilgen doğru yolda mangan bir şahsiler buluş süpetimiz bilen, biz bu bağallarınki bu qetim bo'lapmi? Bu qatim bağallarning berishini to'g'ri deb qaramaymiz. Chunki o bağallar qarindoshlar albatta eng boshda mushu men o'qib o'tgan va'daga vafosizlik qiladi. Endi o va'daga vafosizlik Alloh bilan o kishining oldidagi masalani uni o'zi biladi. Biz uningga aralashmaymiz. Ammo shu kishi eng aqallisi Gollandiyaga kelgan vaqtida mushu iltijo qilib qo'liga olgan dokumentning o'zi şu Xitoy hokimiyatini tamamen qaralab, tamamen şu qaralashga loyiq zade uni bilamiz. O'zininki mazlum bo'lganligini isbotlab olgan bir dokument bo'lgandan keyin endi hozirgi kunda uni qayirib qo'yib, vatanga berib, men yo'lvostak berib, yo'lvostak qaytib keldim desa, uningga hech kim ishonmaydi qarindoshlar. Bu va'daga
vafosizlik qilgan bo'ladi. Bu normal bizninki normal mantiqimizga, siyosiy mantiqimizga, ijtimoiy mantiqimizga tamoman qarshi qilingan harakat bo'ladi qarindoshlar. Biz buni bu şekilde tushunishimiz lozim. Alloh tabarak va taolo bizning ishlarimizni, bo'libmi Uyg'ur xalqininki ishlarini eng yaxshi shaklda mangdirib bersin. Bizning ishlarimizni, qalblarimizni birlashtirib bersin. Uyg'ur xalqi orqali Xitoy zolimlarini Alloh tabarak va taolo jazolab bersin. Alloh tabarak va taolo bizning qo'limiz bilan Sharqiy Turkiston xalqining qo'li bilan Xitoy zolimlarini jazolab bersin. Alloh tabarak va taolo hammaga qodirdir. Va aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.